Ailada cho'mifini bozornikidek o'xshitib ko'rishni o'rganib bo'ldi degan do'stlar bu yoqqa qaranglar. Usulü intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasizlar. Cho'mifing amraqlar bir raqamini, o'shlar ikki raqamini besib qo'yganlar. Qanchalik odam amraqga birlikda ko'rib boqaylik. Avval to'g'ning mayda go'shtini videoda ko'rsatgan bo'yicha nip holatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Bugun sizlarga cho'ng'istamning cho'miflaridan olib keldim. Videoda ko'rsatgan bo'yicha bir xaltasining ichidan cho'mifin cho'pi va tetitqisi birga chiqadi. Cho'mifin cho'pini qozonga silib 5 minutdan 8 minutgacha pishirib elib olamiz. Ondan keyin buni suvoq suv chilab qo'yamiz. Ko'rib mishayapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuqsay darsimizni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Ko'rib turganinglarda qozonga bek azmay qo'yib, to'g'ri go'shtni bir aqir silib qo'rvagandan keyin sinjang samsaq so'ng piyozlarni silib qo'raymiz. Undan keyin cho'ng'istamninki cho'mifin tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng'istamning cho'nglik bo'lmish cho'mifi asam ta'mini rangini yaxshi chiqarmayotma degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab baqsanglar bo'ldi. Ta'mi kep ketmaydi, ajoyib yeyishlik. Eng oxirida chingsay palakni silib 2 minut qaynatib lam taqsiga alsaq bo'ldi. Qarab ishtayinglar ichilib ketdi deyman. Bek o'xshabdi. O'rganib oldingizmi?